Ikkala Eron urushi qaranglar qanaqa bo'ladi. Eron bilan Amerika urushyapti hozir. Chet elga ta'siri, ya'ni. Hozir men Koreyadaman. Dizelning narxini qaranglar. 주유가 완료되었습니다. 1790 주유 영수증 발행 중입니다. won. 중력 중열은 Bu degani kecha kuni men 1,5 ming qo'yatdim shu benzinni. Endi narxini qaranglar. 안녕히 가십시오. 1,5 mingga 3 ming qo'shilib qolgan, 300 so'm. 주유를 하시려면 300 so'm qo'shilib qolgan. Bu ko'ngli ham bir xil narx bo'lib qolgan, qaranglar. Bu dizel bilan benzinni. Urushning ta'siri shuni ham bilintiryapti. Bugun 4-5 kun. 4 kun, 5 kunning ichida shu darajada. Endi oyga cho'zilsa nima bo'lar ekan?